Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, umra safariga katta chegirma kutayotganlar. Yanvar oyining umra narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'layotganlar. Inshaalloh bugungi videomizda biz sizlarga Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy Centrum Holidays biz orqali qonuniy, mukammal umra qilishlaringni tavsiya qilib qolamiz. Inshaalloh Xudo xolasa aziz vatandoshlar, bizda litsenziyalarimiz bor. Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga kelib to'lov qilish imkoniyati yokida hisob raqamlarimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati. Yanvar oyiga chegirmali narxlarimiz. Xudo xolasa yanvar oyiga maxsus komfort paketimiz. Shular to'g'risida videomiz davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'p, bizning sharoitimiz qanaqa? Madina Munavvarada men o'zim borib keldim, 100 metr masofada turdim. 100 metrdan 300-400 metr masofadagi gastitsada turasizlar. Xudo xolasa Makka Mukarramada Malak Al Safa, Number 1 Hotel, Aldera Hotel. Xudo xolasa mana shu asosiy 3 ta gastitsamiz bor. Ikkitasini videolari bor bizda. Men qaytib kelgandan keyin bir kundan keyin nari gastitsa olindi. Albatta u gastitsamiz ham Number 1 gastitsamiz ham juda yaxshi gastitsa. Inshaalloh yana bizda avtobus xizmatlari inshaalloh mehmonxonada bo'ladi. Lekin odam ko'pligi uchun probka sababli va namoz vaqtlarida avtobus stankalarini to'sib qo'yganning hisobidan ozgina shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Bu hamma joyda, hamma nimada o'sha namoz vaqtida stankalar bekitib qo'yyapti-ku. Bu holatni ham o'zimiz borib ko'rib keldik. 50 boshligimizda hamrohligi Xudo xolasa mukammal umra qilib sizlarga yelkadosh bo'ladi. Reyslarimizga to'g'ri kelishsa birga borib, birga kelishadi yokida har bir reysda yo'l boshlovchi olib borib, yo'l boshlovchi olib keladi. Ya'ni shaxsan shunaqa yo'l boshlovchi inson bo'lib o'zim borib keldim. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, osh, lag'mon, manta, makron, shu o'zimizning odatiy milliy taomlarimiz. Ertalabga sosiska, tuxum, sariyog', yana sir, undan keyin murabbo, kasha, shirin guruch, kofe, Xudo xolasa barcha nonushta uchun yetarli mahsulotlar bo'ladi. Inshaalloh bundan tashqari ziyoratlarimiz Madina Munavvarada 5 dan ortiq, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va eng asosiysi Madina Munavvarada Ravza-i Sharifga 100% tashrif amalga oshiriladi. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati amalga oshiriladi. Qizil dengiz sayohatidan so'ng istovchilar, xohlovchilar uchun esa inshaalloh Toyif shahriga ziyoratni ham amalga oshirib berishadi. Inshaalloh bizda firma tomonidan sizlarga taqdim etiladigan narsalar birinchi o'rinda bonusimiz. Aynan mana shunaqangi 3 yostiqchasi bo'yinga qo'yib bemalol dam olib uxlab ketishlaring uchun men o'zim ham avvalodan realning asqatarga ham foydasi tegar ekan. Yo'qolib qolsalaring mabodoga bejiklarimiz, ya'ni bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Centrum Holidays pishiq, mustahkam sumkalarimiz inshaalloh va har bir ziyoratchimiz uchun Centrum Holidays kamzillari beriladi. Va qaytayotganlaringda aeroportda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Doktor xizmatlari bormi deganlarga, shaxsan o'zim doktor xizmatlarida ko'p ziyoratchilarga yordam berdim. Doktor xizmatlarimiz bor. Inshaalloh barcha gastitsamizga doktorlarimiz kerak bo'lsa O'zbekistondan boshliqlarimiz dorilargacha yetkazib berishyapti. Dorilargacha qarashyapti. Endi o'zlaring dorilaring bo'lsa ukol qilib birinchi yordam ko'rsatgan bemalol doktorlarimiz bor. Bundan ham hech qanday xavotir olmaysizlar inshaalloh. Xo'p, bizda chegirmali reyslarimiz Farg'ona Jidda yo'nalishida 2-yanvarga bor, $995. Farg'ona Madina 3-7, 10, 14 $995. Namangan Jidda 4-11-yanvar $995. Aziz obunachilar, narxlar faqat siz aziz yurtdoshlarimiz uchun juda ham chiroyli chegirmali narxlarimizni e'lon qilganmiz. Bizga obuna bo'linglar. Bizdagi mana shunaqa chegirmali narxlarni kuzatib borish uchun
kommentariyaga astilanglar, yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga jo'natinglar, layklarni bosinglar. Chunki bunaqa narx topishlaring qiyin. Inshaalloh bunaqangi sharoitga bunaqa narx bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa juda ham chiroyli sharoitlar. Aytib o'tganimizdek, inshaalloh Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasiga kelib hisobchilarimizga to'lovni amalga oshiringlar yokida bank orqali hisob raqamlariga to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Xudo xolasa Toshkentdan ham reyslarimizga yangilik bo'lib qoladi. Toshkent orqali umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Haftasiga bitta ikkita reyslarimiz amalga oshiriladi. Bemalol sizlar bizga aloqaga chiqinglar, ota-onalaringizni ishonib topshiringlar, mukammal umra qilishadi. Va 13-chi Farg'ona Madina yo'nalishida, Farg'ona Jidda yo'nalishida komfort paketimiz bor. Madina Munavvarada Me'roj Toyiba 100 metr, Makka Mukarramada Al Nasim nomli gasnitsa, ushbu gasnitsamiz 1 kilometr. Madina Munavvarada 3 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 bosh hamrohligi betdan birga borib, birga kelib 14 kun birgalikda bo'ladi. Va Xudo xolasa ziyoratlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Toyif shahriga ziyorat, Rojihiy masjidida ziyofatni ham siz aziz yurtdoshlarimiz uchun taqdim etiladi. Buni afzalligi gasnitsalari yaqinroq, Madinada ham Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari, joylar soni juda ham chegaralangan. Farg'onalik umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.